Bunaqasi hali ishoninglar bo'lmagan. Biz ko'p marta toqqa chiqqan bo'lsak ham o'zimiz mashinada chiqqanmiz, lekin birinchi marta jiyanlarim va qizimning iltimosi bilan poyezdda chiqdik, ya'ni elektrichkada chiqdik. Bizga bu juda ham qiziq bo'ldi. Biz yangi poyezdga chiqdik Qibraydan Chinorkentgacha 40 minutda yetib oldik. Bir kun oldin biz tomonlarda rosa yomg'ir yoqqanligi uchun juda ham xavotirda bordik yetib borguncha. Biz yetib borgandan keyin quyosh chiqishi boshladi. Qarasak, yo'lda shunaqa chiroyli joylar bor ekan, peshkom yurdik. Biz Chinorkentdan o'tganda Sharshara bor ekan, o'sha joyga bordik. Nima bu? Nima bunga anaqa daraxtmi deyman? Nima edi? Orzular daraxtmi deyman? Yo'l bor ekan. Yo'l. Sharsharani ko'rib bo'lib qaytib keldik. Opam bilan badminton o'ynadik. 2 martasida ham urolmadi. Ustidan kulgandim. 3-chisida peshonamni o'rtasidan poylab qo'ydi. Shunaqa qilib hammamiz uyda tayyorlab kelgan narsalarimizni olib, obedimizni qilib oldik. Maza qilib toza havoda o'tirib obedlanishga nima yetsin. Hamma narsamizni yeb ichib, keyin yo'lga tushdik. Qaytdik shu bilan. Yana o'sha chiroyli joylardan o'tdik. Mana aytishda o'zimizdan o'sha eski elektrichkaga chiqdik, chunki yangisini ham ko'rdik, eskisini ham ko'raylik deb eskisida qaytdik. Qaytish vaqti ham juda ham qulay payt ekan. Hammasini to'liqroq qilib video tagida yozib qoldiraman.